Men avvallari sevgi va nafrat yonma-yon turadi degan gaplarga mutlaqo tushunmar edim. O'zimga o'zim shunday savollar berar edim. Nima, bu sevgi va nafrat qo'shnimi? Yonma-yon turib, qayerdan bular bunaqa gaplarda olishadi degan gaplarni gapirar edim. Lekin yillar o'tgandan keyin men shuni tushunib yetdimki, bu haqiqat ekan. Sevgi va nafrat hamisha yonma-yon yurar ekan. Shunday bo'lar ekanki, siz sevgan insoningizdan shunchalik nafratlanib qolar ekansizki, hattoki o'sha sevgidan asorat ham qolmas ekan. Lekin bu narsani ikkinchi tarafdagi insonni o'zini sharofati bilan bo'lar ekan. Hurmatli erkaklar, uyda zindon, ko'cha xandon bo'lishni yig'ishtiring. Tashqaridagi ayollarga shunchalik go'zal gapirasizki, og'zingizdan bol-bol asal tomadi. Sizni ko'rgan har bir inson havas qiladi. Lekin uyingizdagi ayolingizni esa qalbini og'ritgan, bo'lgan gaplarni gapirib, uni qalbiga ozor berasiz. Hattoki joyi kelsa yoniga yotasiz, chappa qarab yotib olasiz. Go'yoki u sizni yoningizda yo'qdek, qalbini og'ritganingiz kamlik qilgandek. Xo'p, mayli. Bugun marra sizniki. Bu sho'rlik ayolda qanchalik qalbini og'ritsangiz og'riting. Lekin bir kuni bu ayol sizni tashlab ketganda nima holda tushib qolasiz? Sizdan ko'yni qolib, mana bu ichkaridagi sevgi nafratga aylanganda nima bo'ladi? Ayollar hammasi juda ham sabrli. Sabr qilaveradi, lekin bir kun sizni yoningizdan shunday ketadiki, go'yo sizni hech qachon sevmagandek ketadi. Siz uni hech qachon hech qayerdan topa olmaysiz ham. Hattoki kunduz kuni sham yoqib ham topolmaysiz. Ayolga mehr kerak. Ayolingiz sizdan tilla so'radimi, uy so'radimi, mashin so'radimi? Hech narsa so'ramadi. Oddiy, kichkinagina mehr so'radi.